A'udzu billahi minashshaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum Qur'on o'rganuvchilar. Tajvid darslarimizni davom etamiz. Bugun darsimizni ikkinchi qismi. Darsni boshladik. Bugungi darsimiz tashdidli harflar bo'ladi, ya'ni tashdidni o'rganamiz. O'tgan darsimizda tabiiy matni o'tgandik. Darsni takrorlamaymiz. Chunki darslarimiz vaqt uzayib ketyapti. Foydalanuvchilarga noqulaylik bo'lmasligi uchun darsni takrorlamay yangi dars o'tamiz. Agar tushunmaganlar bo'lsa, video tagiga yozib ketsa, keyingi darslarimizda tushunmagan joylarini tushuntirib o'tamiz. Demak, tashdid bu harflarning ustida keladi. Bu tashdid qaysi harfning ustida kelsa, ana shu harf shu yerda ikkita bor degan ma'noda keladi. Ya'ni robba. Hozir buni qog'ozda tushuntirib ketaman. Ya'ni bu robba so'zi ustida tashdid kelyapti. Ba harfining ustida tashdid bor. Ya'ni bu yerda ikkita b bor degan. Roba demaymiz, robba deb o'qiymiz. Ya'ni bu o'qilishi mana. Robba ikkita b mana. Robba. Ya'ni tashdidni birinchi harfi har doim sukunli bo'ladi, ya'ni bir to'xtaymiz. Robba ikkinchi harfi harakatli bo'ladi. Fatha, kasra, domma bo'lishi mumkin. Robba. Ya'ni bu belgi tashdid, shadda belgisi qaysi harfning ustida kelsa, shu harf shu joyda ikkita bor degan. Ya'ni o'zimizning tilda ham tushuntirib ketaman. Bizda katta degan so'zni olamiz. Katta degan so'zda ikkita t bor. O'zbek tilida ikkita bir xil harf bir joyda kelib qolsa, yozilib ketaveradi. Mana ikkita harf bir joyda kelib yozilib ketaveradi. Lekin arab tilida ikkita bir xil harf bir joyda kelib qolsa, ikkovi ham yozilmaydi-da, ustiga tashdid belgisi qo'yiladi. Ya'ni bu joyda ikkita bir xil harf bor degan. Qaysi harf ustida kelsa shu harf. Ya'ni hozir buni biz katta deb o'qimaymiz. Ustida tashdid bo'lgani uchun, demak, t ustida tashdid ikkita t bor. Katta deb o'qiymiz. Xuddi bu so'zdek katta deganda bunda katta deb o'qiymiz. Ya'ni arabchani o'zbekchada tushuntirib o'tib ketyapman. Shunday bu so'zda ham bu joyda b harfining ustida tashdid kelyapti. Bu yerda ikkita b harfi bor degan. Robba. Bu o'qilishi. Tashdidning birinchi harfi har doim sukunli bo'ladi, ikkinchi harfi harakatli bo'ladi. Endi so'zlarni o'qiymiz. Demak, ro harfi, ro, b harfi ustida tashdid, bu yerda ikkita b, birinchisi sukun, birinchisida to'xtaymiz. Rob, ikkinchisi harakatli, ya'ni ikkinchini harakat, fatha. Ba, robba deb o'qiymiz. Robbi. Bu fatha emas, bu kasra. Ya'ni kasra belgisi tashdidli harflarda kelganda kasra belgisi harfni tagiga emas, tashdidni tagiga yoziladi. Ya'ni tashdidni tagida keldimi? Mana tashdidni tagida yozilgan. Tashdidni tagida keldimi bu fatha emas, kasra i bo'ladi. Agar fatha kelsa, mana bunda ustida keladi. Shuning uchun buni robbi deb o'qiymiz. Robba emas. Robbi. Robbu. Inna. Anna. Amma. Marra. Jarra. Hajja. Shakka. Barru. Jarru. Hajju. Shakku. Zammu. Haqqu. Sharru. Birru. Sirru. Sittu. Izzu. Zillu.
حلوه حسوه بروه ضروه خفوه كلوه دبوه زقوه أموه براه ضماه صباه فكوه سراه سماه ثماه burri demak tashdidni tagida kelyapti. Bu kasra hisoblanadi. Burri, durri, xuffi, kulli, dubbi, zuqqi, durri, dabbaro, katharo, fajjaro, وحاده سحاره عدابه حرامه رزاقه سياره بشاره فساله فضاله عطاره عظامه. Demak bu so'zda ayn harfini ustida tashdid kelyapti. Ikkita ayn harfi bor. Demak birinchi ayn sukunli hisoblanadi. Demak sukunli aynni ozroq ushlab turardik. Na' deb na'ama na'ama kaffana laqaba zakkara shammara allama كمالة صنافة صوارة غيارة شمارة علامة كمالة صنافة صوارة غيارة دبيرة كسيرة فجيرة وحيدة سحيرة مديبة حريمة رزيقة يسيرة بشيرة فصيلة فضيلة عطيرة عطيرة عظيمة. Demak ayn ustida birinchisi sukunli. Nu'a demak bu a emas. Ayn ustida kasra kelgani uchun ay deb o'qiymiz. Nu'ayma muffina luqiba ذكيرة عليمة كميلة شميرة، سنيفة،
صويرة غيرة تدبر تكبر تحجر توحد تسخن تبدد تحرز تعزز تيسر تعشق تعصب تفضل توتر تنعم توغل تنفس ترقب تفكر تعلم تكمل تفنن تصور تغير متدبر يعني إي bu kasra tashdidni tagida kelyapti kasra bo'ladi mutadabbir mutakassir mutahajjir mutawahhid mutasahhir mutasahhin mutabaddil mutahazzib mutaharriz muta'azzin muta'azziz mutayassir mutawattir متنعم متوغل متنفس متفكر متعلم متكمل متفنن متصور متغير اسود اصفر احمر اغتر اهتز استرد استحاب استحل استدل. Demek bugungi darsimiz tashdidli harflar edi. Tashdid belgisi qaysi harf ustida kelsa shu harf shu joyda ikkita borligini bildirardi. Va tashdidli harfni birinchisi har doim sukun, ikkinchisi harakatli bo'lardi. Demak, kasra tashdidni tagida kelsa, agar u harfni ustida kelsa ham i deb o'qilardi.
Bugungi darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darsda görüşguncha.